Aka bitta savol beraman. 20 ming dollaringiz bo'lsa nima qilardingiz? 20 ming dollarim bo'lganda o'zim ishlataman. Hop, nimalarga ishlatardingiz? Ehtiyojlarga, agar ortib qolsa, oshxonalarga, xayriya hisobiga xizmat. 20 ming dollar bo'lganda shu qarzlarni yopardik. Hop. Yana nimaga ishlatardingiz? Ehtiyojlarga ishlatardik. Ha, o'zingiz shaxsiy ehtiyojlar. Ijtimoiy eksperiment ko'rdinglar. Hammani qo'liga pul tushishi bilan hamma yangi mashina yoki shaxsiy ehtiyojlarga ishlatgisi keladi. To'g'ri, lekin siz buni o'rniga shaxsiy ehtiyojlaringizga stop deb turib, investitsiya qilishingiz mumkin. Nimaga investitsiya qilishingiz kerak? Chunki hozir qo'lingizda bor narsani kelajakda 10 barobar ko'proq qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga Nobel portfeli yordamga kelishi mumkin. Siz o'tda agressiv 5 ming dollar yoki konservativ 20 ming dollar investitsiya bilan boshlashingiz mumkin. Jahon valyuta bozori, xomashyo yoki aksiyalar bilan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Yillik 36% dan 60% gacha sizga daromad olib kelishi mumkin. Va tarixiy shunaqa daromadni u olib kelgan. Nimaga o'tda juda ham kam risk? Chunki bir-biriga korrelyatsiyasi yo'q instrumentlar bilan siz ishlaysiz. Bu degani bitta instrumentning narxi tushib ketib qolsa, ikkinchisi uni qoplab ketadi. Portfel sizga qiziq bo'largan bo'lsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi.